Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli tinglovchilar, sadaqa hadisi to'g'risida ikkinchi saboq. Sadaqa qilish orqali bandalarni Alloh tomon boshlashga da'vat qilinadi. Odamlarning qo'lidan tutib Alloh tomon boshlang. Yodda tutingki, Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni yaratganlari ichida osiylarga yuborgan. Agar ularning hammasi toat ahli bo'lganida payg'ambarlarga muhtoj bo'lmas edilar. Hatto ozchilik insonlar uchun ham payg'ambar yuborgan. Firavun shunday degan edi: men sizlarning oliy parvardigorlaringizdirman. Nazimat surasi 24-oyat. Alloh unga ham bir emas, ikki payg'ambar yuborib buyurdi. Bas, unga yumshoq so'zlar aytinglar. Shoyat u eslatma olsa yoki halok qilishimdan qo'rqsa. Taho surasi 44-oyat. But sanamlar Allohning qizlaridir deganlarga yaratilganlarning eng yaxshisi tanlangan Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar etib yubordi. Bas, shunday ekan, odamlarning gunohlariga parvardigor bo'lib qaramang, balki ularga qul, banda bo'lib qarang. Alloh sizga Alloh ato etgan hidoyatning zakoti ularning qo'lidan tutib Alloh tomon boshlashdir. Siz o'z qo'lingiz bilan hidoyat topganingiz yo'q, balki Alloh uni sizga yaxshilik o'laroq berdi. Endi gunoh masiyat qilayotganlarga xuddi dardga giriftor bo'lganlarga qaragandek qarang. Chunki kasallik zalolatdan yengilroqdir. Dard tufayli ajr savoblar ko'payishi mumkin. Zalolatning oqibati esa xatarlidir. E'tiborlaringiz uchun rahmat. 3-saboqni keyingi mavzuda berishga harakat qilaman. Studiyamga a'zo bo'lishni unutmang.